Hammani qiziqtirgan savol, student serialini davomi olinadimi? Lekin sotuvi o'ylagandan ko'proq bo'lishi kerak edi. Nima gaplar mana? Qorni bor uni. Zebo bilan o'rtalarda nima bor? Damyon gir. Примерно $1000. Puli to'lansa, sirazi boshlanadi. Studentchilar nima gap? Mana sizlarga yengillik. Normalmi? WhatsApp hammaga emas keling. Sizlar Gambit YouTube akkauntdasizlar. Da, bugungi videomizda bloger, vayner, millioner, filantrop, playboy, Umid Wines. Jigar. Toshkentli, Qashqadaryoliklarni bo'z o'g'lonlari. Ha. Sizdan Qashqadaryodan, ha? Men ham Qashqadaryodan. Mana. Toshkentning Qashqadaryo qishlog'idan. Men bugun Umid aka bilan Yulduz Xayratni kuni bo'yi birga yuramiz. Harakat qilaman shu sizni hayron qoldirishga. O'z voqli bomdoddan javobsiz, hali qo'yish chiqmagan. No endi-da. Hacha qolganni kuni bo'yi olamizda. Ha, mayli. Uyqungizdan biz chaqirdim. Ha, da o'zi kuzishib ketgan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Soat ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Ha, uzr bu Shveysariya. Ma'lumot uchun mana shu soatda o'zi 3000 baks turadi. Yo'q, unchalik qimmat emas. Qancha emas? Arzon. No, okey. Umid aka bilishinglar bo'yicha odam yetmagan, oyog'i yetmagan joylarga borib kelganlar. Yevropaning nechta joylariga, qancha davlatga bordi o'pshi? Yo'q, 23 tagina hali. No, keyingi yil 40 taga chiqarish xudo xolis. Bilet. Bitta Almataga chiqqanman-da, shunda ham bor. Mana hech narsa desa bo'ladi. Yo, sekin bo'ladi. Sekin. Mana siz bilan hali Tailandlarga boramiz deb bir yildan beri aytamiz. Borib ham qolarmiz endi. Balkim. Qarang, men bitta qiziq savol beraman. Ijodni boshlaganingizdan beri mana hozirgacha kapital bo'ladi odammi? To'plagan puli. Shu qancha? Ishlatganlarim bilan, просто shu topgan. Uy, mashinani hozirgi paytda bor ko'chmas mulkingiz bo'ladi, o'sha turgan. Ha. Shu pulingiz. Menimcha bir qo'limda bir 100 minglik narsa bor, unaqa ko'p emas. Demak, blogerlikning orqasidan yashasa bo'ladi. Bo'ladi. Chotga yashasa bo'ladi. Blogerlar qiynaldim. Men hali qiynalgan blogerni ko'rmadim. Просто qiynaldim deb o'ylaydi. Hammani qiziqtirgan savol, student serialini davomi olinadimi? Videoning davomida bilib olsanglar bo'ladi. Qiziq narsa aytib beraman sizlarga. Juda ham. Bolalar, videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsanglar, podpiskaga, spachishga like kalla qo'yasizlar-da, videoni davomini ko'rasizlar va videoni bilan solsanglar ham bo'ladi. O joylarga yugurib kelib mana shunaqasiga solasiz. Kelib solsanglar, yurak o'rtasidan sinadi mana shunaqa. Mazgi bu yoqqa 90% odam bez podpiska kuzatyapti mana. 10% odam podpiska bilan. Bosinglar. Jinnimizlar. Nima bor? 90% odam ham ko'radimi bez podpiskaga. Irg'iylar podpiskaga. Boyib qolmaydi bu odam podpiska tashlasanglar. Alladilar shunda. Paginali. Kuchayib ketadi, bosmaydi. Umid akani ko'pchilik bilmaydi. Birinchi mashinalari Gentra bo'lgan, ikkinchi mashinalari Kia K5. Orqamdagi dom Xonsaroyga Umid aka sho'sh turadilar, ijaraga vaqtinchalik. Qancha to'lashlarini men bilaman, xolasanglar o'zlaridan ham so'rab beraman. Hop, bu uyga nech pul to'laysiz? Bu uyga $600. Aytdimmi, bilaman deb. $600. Keyingi mashinangiz qanaqa bo'ladi, shunaqa qilib? Hali planda-yu, menimcha Audi RS6mi, shunaqa. Audi RS6 Gafurda bor. Ashulachi Gafurda men ko'rdim. Bir Instagramda qatnashganda. Ovqatlanmaymizmi o'g'lim? Martibo. Ketdi ovqatlanmaymi? Syomka qilishyapti, ichkarida. Yo'q, undan keyin baribir yeymiz. Ha, syomkacha ovqatlanaylik bizni. Yo'q. Ha. O'zim ham syomka tugagandan keyin ovqatlanmayman. Bo'ldi-ku. Yep, paginali. Hop, bugun syomka bor deganimga kuningizni bo'shatib qo'ymaysizmi? Yo'q, chunki bo'sh kuni yo'q. Taqalib yotibdi, bugun ham syomkamiz bor. Shuni olib kelsak. Bo'ldi-ku. Yo'q demasanglar. Orqadagi odamlarni ko'rib to'polonbotni, urushbotni deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin adashasizlar. Bu Umid Wines va Zebo Rahimaning syomishning jarayoni. Tushunasizlar, shuncha ko'p odam bilan masshtabni qila olishadi. Turib olganini qarang bular. Kim ko'rmasin, zahmat. Mana qarang. Tasodifli biri-yu. Siz ham oling, как раз bitta YouTube'ga ham reklama. Tohir brat, Tohir aka, importniy bo'lmish. Zo'r savol beraymi? Bitta syomkaga taxminan necha pul rasxod qilasiz? Masalan, bugungi videomizga почти 2 millioncha ketyapti. Eng ko'p qancha bo'lgan? Bitta Reels uchun Instagramga. Instagramga bitta Reels uchun примерно $1000 atrofida bo'lgan eng katta xarajat. Ishlayveringlar. Pastda cho'tib siqilib kelmasam bo'lmaydi. Serialni boshida olmoqchimiz.
Asob bo'ladi aka. Yo, chotki bo'ladi. Svet tanlamaydi-da bu, qarang. Qorong'ida ham yarqi qilib beradi. To'g'ri, bunda kadr olgunizcha ezilib ketasiz-da. Student seriali Hazillashyapman. ikkinchi qismini DJ mana shu olayotgan Osmoyimizni olmoqchilar uchun. Hazil bolalar, telefonda olamiz. Yo, o'zi mana student seriali boshlanishi bor-ku, o'shani telefonda olmoqchi bo'lganimiz rost-ku, to'g'rimi? Yo, telefonda olmoqchi bo'lganimiz rost. Hech kim fikrimni o'zgartirmagan. O'zim keyin o'ylaganman. Shuncha mehnat qilganman, nima telefonda olishim kerak? Kamerada olganmiz. Sony Alpha 7S 3 mi, shunaqa. Tushunishinglar uchun student serial paytida 68% poisk YouTube'da egallagan. Bu prямо portlagan 150 million ahvol. Hammasi mana shu Umid akani sharofatlari bilan. Shunchalik plan bo'lganmidi o'zi? Uchib ketishi? Yo'q. Конечно yo'q. Lekin sotuvi o'ylagandan ko'proq bo'lishi kerak edi. 40 mingga yaqin odam sotib olgan student serialini. Men kamida 100 mingdan oshadi deb o'ylaganman. Ikkinchi qismiga mana, ikkinchi sezonga progress qanaqa? Ikkinchi sezonga endi hozir 100% aniq emas olinishi. Bizda bitta homiy paydo bo'lib qolgan. Hozir u ham 50 kellik. Agar puli to'lansa, sirazi boshlanadi. Ikkinchi va uchinchi sezon birdaniga syomka qilib, bo'lib qo'yiladi. Eng qizig'ini aytaman, ikkinchi sezonning g'oyasi yozib bo'lindi. Studentchalar nimaga? Mana sizlarga yengillik. Eksklyuziv. Ulamagan taqdirda ham baribir olinishi mumkin. Keyinroqqa qolib bo'lsa ham baribir ikkinchi sezon ham, uchinchi sezon ham olinadi. Menimcha shu bilan uchinchi sezonda tugatamiz, lekin bu degani 20 ta seriya. O'tgan safargidan ancha, даже 2-3 barobar zo'r bo'ladi. Komediya tomonlama ham, drama tomonlama ham, chunki yana professionallarni jalb qilamiz. O'tgan safar bilsanglar, yengillar ko'p bo'lgan-ku, taqsir. Rolini o'ynab bera olmaydigan, mas'uliyati yo'q bolalar juda ko'p bo'lgan. Уже bu galda men babi gelovni geroydaman hali ham. O'zing sochingni qara, oltinga o'xshaydi. Kulish kerakmi joyiga? Qistonmasin. Bo'pti mayli, seryozni aytaman. Bilasanga gapiryapman. Taqsirga bitta parchka topib beryapmiz. Ha, aytdim-da, aka, men qiz bo'lmasa o'ynamayman, animationitsa bo'lmasa o'ynamayman, dedim. Men bizdan yubka kelgan qiz kerak dedilar. Men aytayapman, men bittan dedim. Aytayapman, men tizan tepasidan dedim. Ki oyog'ini juni olingan bo'lish kerak ekan taqsirga. Nimaga? Shu ham talab. Nima sizga junli oyoq junli qizlar yoqadimi? Ha? Mana bunaqa. Yo, endi bunchalik emas, sen просто bu talab-da. Zo'r-ku. Voy. Jonka-yu. Jonka. Ishlab olgisi keladi, ha? Yuzimdan. Quloq zo'r ekan. Это охотничий. O'zimizdan ekan bu kuchu ham. Mikrofonni tutdik, intervyu berdi. Yo, orqasini olma. U kuchu ekan. Aytdilar-yu, ruschani tushunaman mana. Ye, tushunasizlarmi? Damyon gir. Onke? Inglizchani ham tushunasiz? Ispanchani ham bilaman. Yap, yo'q. Jak dusri. Uno dos tres ala Madrid. Ala Madrid emas, Hala Madrid bo'ladi. Nuxe juda ham sekin bo'ladi. Men ispanchada eshitganman o'rtoqlar. Hala Madrid emas, qanaqadir juda ham past bo'l. Hala Madridga o'xshab ketadi. Bu kim edi bu? Bagladit bo'ldi. Нет, она не подпускает никого ко мне. Ko'rasizlarmi bu kuchuni? Meni mushugimdan ham kichkina bu. Mushugim ismi Cho'lnozi. Agar Cho'lnoz ko'rsa bormi mashina? Yoradi. Kuchu zotiga isnot deydi. Cho'lnoz emas, mana bundoqda. Isnot keltirdi kuchu. Cho'lnozani tarixini aytaman. Dilnoza degan kuchi qiz bor edi, o'shanga o'xshagani uchun. Dilnoza nimaga endi cho'l qo'yilgan, cho'lda ko'p yurgan yoki cho'llagan uchun. Yo'q. Ha. Dilnozlar eshitib xafa bo'lmasligi uchun sal o'zgartirib Cho'lnoza deganmiz. Ha, uzr. Lekin Dilnozani ko'rib kelgan bu jiya. Da. Agar doston ko'rsa bormi bu mushugini? Doston bilan Cho'lnoz bir-birini paddeshka qilib bu kuchuni hayotdan yo'q qiladi. Doston kim endi? Mushugim. Hop, bolalar fokus ko'rishimdan oldin bitta qiziq savol beraman. Zebo bilan o'rtanglarda nima bor? Hech kim bermagan savollar berar ekansizlar, необычный mana. O'rtamizda ikkitami kvartal bor. Zebo ham Yunusobodda turadi. Yunusobodda turadi. Mana Aka, qanaqa ishlaysizlar Zebo bilan? Partnyorskiy qanaqa? pul tomonlamami? Nima? Hammasi. Xo'p, u ham meni videomga tushib beradi, mana buni videosiga tushib beraman. Hamma narsa o'rtada, misol uchun ssenariy, montaj, hammasi teng mehnat qilinadi. No endi ba'zida men ko'proq qilishim mumkin, lekin u ko'proq rol o'ynaganligi uchun teng. Hamma narsa mana shunaqa teng. Pul ham teng bo'linadi. Da. Endi anu Lejeu, Dama,
asrash kerak, unga ko'proq pul bermayman degan narsa. Yo, endi qarang, uni asrash qaysi ma'noda? Ko'p mehnat qilmasligiga asrashingiz mumkin. Qiz bola deb, ha deb anaqa nima deydi? Unga masalan umuman ortiqcha ish yetilmaydi. Ssenariy yoz, montaj qil, odam gaplash ba'zida bittikda demasa, даже shofyori bor o'zini, mobilografi bor, hamma o'zi shaxsiy ishlariga vaqt ajrattirilib, unga maksimum qulaylik qilib beriladi. Shu xolos. Endi yana qanaqa asrash mumkin bilmadim. Даже shofyori ham bor ekan. Da. Короче, bolalar, videoni qiziq joylari kelyapti. Fokus ko'rsatishni boshlayman. Undan oldin sizlar televizor ovozini baland qilib qo'yinglar. Videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsanglar, podpiskaga, spachishga, like-ga kalla qo'yasizlar-da, videoni davomini ko'rasizlar. Televizordan ham podpiska tashlasa bo'ladimi? Menimcha bo'lmaydi. Bo'ladi. Qilib ko'rishsin bo'lmaydi. Noki qilib ko'ringlar. Bo'ldi, fokusga o'tamiz. Kaloda karta bor, и telefon. Hammasi bashorat qilingan kartalar. Вообще cho'tki. Va yuzingizni oldida Karol Valet Dama. 3 ta karta turibdi. Emas, juda yaxshi taniyman. Siz qaysidirga urg'u berib gapirsangiz, o'shani men tanlashim kerak bo'ladi, lekin men Damani tanladim. No, okey. Endi mashlari bor. G'ish, chillim, olma, qarg'a. G'ish, chillim, olma, qarg'a. Olmani tanlayman. Okey. Dama olma. Ha. Qarang, bilasizmi? Multfilmlar chizilayotgan paytda kadr qilib bundaqa bo'linadi. Misol uchun, odam turibdi, sal bu yoqqa o'tadi, yana bu yoqqa o'tadi. Men 54 ta kalodagi mana shunaqa qilib chizganman multfilmlarni. Mana bunday qilib. Odam kirib ketadi, shunaqa qilib. Endi vнимательно qarab turasiz. Kartani lisat qilishni boshlayman. Odamcha sekin kaloda karta bilan pushkaning ichiga kiryapti. Olovni yoqyapti-da, portlab ketyapti. Kaloda kartalar yoyilyapti. И orasidan sekingina bitta kartani ushlab olib, yerga qo'yapti. И bu karta dam olma. Mazdi bilardim, lekin topa olmasligingiz kerak edi. Endi qarang, Atila qiladigan narsalar ko'p-da. Bu hammasi emas, telefonim. Telefonimga bitta karta bekitganman. Buni o'chiradigan bo'lsam, telefonni ham dam olma. No, psixologiyada. Da, buni kadr orqadagilar tushuntirdi. Buni edit qilinglar, mazginglar, boshimni ortmanglar. Instagram akkauntingizga qo'ysanglar, mana shuni edit qilib, boshidan ko'rsanglar o'zi namyoklarim cho'ng'ilasizlar. Qo'ysanglar. Men postni istoriyaga repost qilib beraman. Men lekin olma degan narsa ketmadi-ku kun bo'yi. Men bilardim bu qiliqlaringizni. Siz urg'u bergan narsani spesialni tanlash kerakligini ham bilardim. Siz hamma narsa qilib chalg'itardingiz-da. Bunda Foxnik bilan yursa shunaqa. Men bilardim-da, prosta bu odamni juda yaxshi taniyman-da. Bu ham olmaga urg'u ketyapti-ham. Anaqa chalg'ish. Davay men olmani tanlayman. Olma chiqib o'tiribdi men. No, короче, bolalar, fokus yoqqan bo'lsa, like-ga, spachishga, podpiskaga kalla qo'yasizlar-da, kommentariyaga Gambit loh deb yozib qo'ysanglar ham bo'ladi menga. Vaqti ketadi. Bugun o'zida bir 2 ta 3 ta so'mkalik tashashdi. To'g'risi qiyin bunaqa qilish. Men ola olmayman, qiynalib ketib qolaman. Просто tak aylanamiz. Chilgaga o'xshab, plus minus avro qilib, bir-birimizni ustimizdan kulib, guring qilib, 4 ta guring. Bo'laveradimi? Guring nima degani? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Svet bo'laveradimi? Qanaqa svet? Qorong'ulik qilmaydimi? Bizning kameramiz qorong'uni ham yarqiy qilib beradi. Agar qalbinglar qora bo'ladigan bo'lsa, DJ olinglar. Qalbinglar yaqinlashadi. Hop, короче, bolalar, bizda shunaqa odat bor. Har kuni kech payt ovqatlanib bo'lgandan keyin, ishlarni bitirib bo'lgandan keyin agar billa bo'lsa, farqi yo'q, haqqa bir so'ramiz pishkom. Yerni narigi tomoniga bo'lsa ham ketaveramiz. Bilmayman, bir 4-5 kilometr pishkom yurib, keyin uyga qaytib tarqalamiz-da. Nima gaplar mana? Tinch. Xuddi mana bitta student serial haqida. Matiz qilib. Men Qizuro, sizni hayotingiz bo'yicha Qizuro nimadir haqida gaplashaylik. Davaychi. Onasini ham yonimda bo'lganingizga bor-ku, sizni qanday qiziq tomoningiz menga ko'rinmayapti-da. Davaychi, meni hayotimda Shodiyor bor. Qiziq mavzu. U meni ham hayotimda bor, men afsuski. Unda bu mavzu qiziq emas. Da, Shodiyor eshitchi student serialdagi bo'la. Ha, boyagi tema uni qornini o'zi chiqargan. Qorni bor uni. Meni qornim, hatto meni etim ham bor. Uni qornining o'zi bor. Va bu shaxsiyatga o'tish emas. Bu shaxsiyat xofa bo'ldim. Chunki uni o'zi aybi bilan bo'lgan narsa kelajakdagi. Necha kilosiz? Xo'p, 83. Yag'ay? Do'stlar. Men 75 kiloman. Nima 8 kilo og'irman, nima qilib? 8 kilo hammasi mana shu qorinmi?
Bo'pti, bilmayman, 83 kilo bo'lganimga 1 yil oldingi anaqa bu. Shunaqa deydi. Balki 88 man, lekin 90 emasligimni aniq bilaman, hissiyotlarimni. Voy zay. Menimcha bu ikkita o'rtoq bo'lsa kerak. Bir-biri bilan xarlashyapti. Короче, taqsir ekstremniy bitta Fox. Iloji boricha karta ishlatmayapman. Okay. Chunki qo'l ustaligi bilan tanlatib qo'yapsan demasliginglar uchun. Qarang, Karol, Valet, Dama, Tuz bittasini ayting. Karol. Endi mastlar. Olma, qarg'a, chillimg'ish. Bu ham birinchisi bo'lsin, Olma. Bular meni psixologiyamga hujum qilmoqchi bo'ladilar. Va siz aytgan Karol olma mana kashulogimda turibdi. Bam. Okey, tashqariga deb o'ylayman. No, vaziyatdan chiqaman. Karta raqamimni tagida bitta yozuv bor. Tvoya karta Karol Chervi deb yozilgan. Sani kartang Karol olma degani bu. Bu sizga pagon. Lekin hammaga kartangizni ko'rsatdingiz-da. No, okey, danat qo'ringlar. Pul tashaverasizlar. Lekin pul ham yechsa bo'ladi-ki. Ha, yo'q. Anaqa stroklarni ham ko'rsatdingiz-ku. Blur qo'yamiz-da. Blur, moshin qo'ygani, blur. Mashinani blur qo'yib yuboramiz. Okey, qarang, men sizni qayerdan chiqqaningizni bilaman. Qayerdan chiqqaningiz deganingizda qanaqa sharoitdan chiqqaningizni, qanaqa joydan, Qashqadaryoning eng chetidan chiqib Toshkentga kelib, shu darajaga chiqqaningiz, bu uylar oldingiz, mashinalar oldingiz, misol uchun 5 tadan ko'p mashinalar bor. Opshimi? Da. Ot hammasi shu blogingga, Instagramga Zebo bilan birga qilingan mehnatda bu. Xo'p, mana shu darajada yo'l bor-ku, mana shu kecha kelgan yo'lingiz. Qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ikki og'iz maslahat berib qo'ying. No, endi hamma ham bloger bo'lishni xohlagani bilan hamma ham bo'lmaydi. O'sha uchun men bitta zo'r tavsiya etaman sizlarga. O'zingizlarga nima yoqsa shu ishni qilinglar. Ya'ni yaxshi ish albatta. Odam o'ldirishmasgan ishni yoqadi deb. Sizlarga yoqadigan ish. Misol uchun deylik, kimgadir oshpazlik juda ham yoqishi mumkin va bu narsa agar sizga dopamin beradigan bo'lsa, shuni ustida ishlab ham agar mashhurlik orzungiz bo'lsa, shuni orqasidan ham mashhur bo'la olasiz. Misol uchun Burak. Da, oshpazlik orqali. Sportchilik chunki mashhurlik hammada bor-da, mashhurlikka bo'lgan xohish. Siz sportchi bo'lib ham, oshpaz bo'lib ham yoki advokat bo'lib ham yoki biznesmen bo'lib ham mashhur bo'la olasiz. Bunaqalar dunyoda bor. Mashhurlik emas, o'zingizga yoqqan ishni qiling, o'shaning orqasida yaxshi pul ishlaysiz, yaxshi uy-joy qilasiz, yaxshi sharoitda yashaysiz va bu qolgan orzularingizga ham yo'l ochadi. Mana bu gaplar Umid Motivation profilidan. Faqat iltimos mendan emas, o'zingizlardan motivatsiya oling. Chunki birovdan motivatsiya olishdan ko'ra odam o'zidan motivatsiya olsa kuchli bo'ladi. Senga motivatsiya kerakmi? Ertalab turib, oynaga qarab, onani oqargan sochlariga qarab bo'ldi. Nima shu motivatsiya bo'la olmaydi? Mani onam sochlari oqmasdi yoki men deddomda turibman. No, okey, bolalar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, like patchiga bosib qo'yinglar va o'ng tarafda, chap tarafda bizning videolarimiz o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa. Ular ham ko'rishi mumkin-ku. Isqirt, yag'ir bir iflos yumor bo'ladimi? No, okey, like bilan joyini qo'ymanglar, hazillashdim. Otash kesib tasha, hazillashdim. Like bilan patchiga sipachga kalla qo'yasizlar va o'ng taraf, chap tarafda videolarni ko'rib olinglar. Ya o'sha gap hammaning motivatsiyasi bu o'zi bo'lishi kerak. O'zi ma'no shunday edi. Da. Pagina